Mən Uluq alim boğumuz Yusuf Xas Hacib, Mahmud Qashqarining ana yurti bo'lgan Qashqar xalqining salomini ilib keldim. Assalomu alaykum. Ovozidan mardonlik chiqib turadigan bu kishi el so'ygan yozuvchi Hoji Mirzahid Kerimi. 2018 yil noyabrda yaşı 80 ga ulashgan, salomatligi nacharlashib ketgan adib Hoji Mirzahid Kerimining 11 yillik kesilganligi radiomiz tarafidan dalillangan edi. 2021 yili 10 yanvar kuni adib Hoji Mirzahid Kerimining vafot bo'lganligi ilgari surilmoqda. Qashqar Uyg'ur nashriyatidan pensiyaga chiqqandan beri Qashqarda yashayotgan atoqli shoir va yozuvchi Hoji Mirzahid Kerimi 2017 yili iyunda radiomizning ziyoratini qabul qilgan. U uyining 2017 yillari ilgari oxiri bo'lib, 2 qatim oqtirilib, Qur'oni Karim qatorliq diniy kitoblarni va ilgari nashr qilingan Abdurning Yusuf Xas Hajib, Judoliq, Mirza Ababakri, Sultan Saidixon va Sultan Abdurashid Xon qatorliq 5 parcha romanini elib ketganligini bayon qilgan edi. Qashqardagi siyosiy qonun xodimi Mirzahid Kerimining tutilishiga bir ton kiydirish murosimida qilgan so'zining sabab bo'lganligini oshkorlagan edi. Hoji Mirzahid Kerimi tutilganda radiomizga kelgan inkaslarda Hoji Mirzahid Kerimining Yusuf Xas Hajib, Judoliq, Mirza Ababakri, Sultan Saidixon va Sultan Abdurashid Xon qatorliq tarixiy romanlarida Uyg'urlarning saltanatlik hayoti, ya'ni Qarxoniylar davri va Saydiya xonliqi davri tema va orqa ko'rinish qilinganligi asosli sabab bo'lganligi eskartilgan edi. Ayni vaqtdagi dangliq munbarlardan biri bo'lgan Misranim to'rining 2012 yili iyunda Hoji Mirzahid Kerimi bilan elib borgan ziyorat xotirasiga asoslanganda Hoji Mirzahid Kerimi 1939 yili 11 oyning 24 kuni Qashqar shahrining g'arbidagi Tarbog'uz kenti Maxtum Döngü mahallasida savdogar oilasida dunyoga kelgan. U shu suhbatda o'zi tug'ilgan davrni tasvirlab mundaq degan. Bu davr Şinjangdagi vatanparvar, millatparvar, zulmga qarshi olim, o'lima, ziyoli boylar tutqun qilinayotgan, o'ltirilayotgan, rostni yolg'on, yolg'onni rost qilib, avom xalqning yuragini mujlayotgan jallod Shingsisayning mudhish zamoni ekan. Hoji Mirzahid Kerimining dadasi Kerim Hajim o'qimishliq zot bo'lib, kichik Mirzahidning 6 yoshida Konizaqda savodini chiqargan. 7 yoshga kirgan chig'ida Malika Danishmand degan kitobchini ko'chirgizgan. U 8 yosh vaqtlarida Sulton Sutuq Bug'raxon, Hasan Bug'raxon, Abu Nasir Samani tazkirasi qatorliq tazkirlarni ko'chirib chiqqan. Hoji Mirzahid Kerimi Qaraxoniylar xonlari to'g'risida dastlabki tushunchaga mushu shaklda ega bo'lganligini aytgan. 9 yoshlar vaqtida Xisrav Dehlavining Chahar Darvish nomli badiiy asarni ko'chirib chiqqan. 10 yoshga kirgan yili madrasada Sofi Allohyar, Habdiyek va Qur'oni Karimni o'qib tugatgan. Hoji Mirzahid Kerimi balalik vaqtlardagi bu qattiq tarbiya haqida shunday degan. Dadam hatto bir harf xato yozilib qolsa yoki sizilib rang bilan bo'yilib ketsa, shu batni qayta ko'chirgizadi. Turmushning xilma-xil qatlamlariga munosabatlik savol-javoblarni ko'chirish jarayonida dastlabda yuzagila tushundim. Ko'chirgan siri ma'nolar gulshinida bulbuldek sayraydigan bo'ldim. 1959 yili oliy maktabda o'qiyotgan chog'larda Xitoy doiralari tomonidan yerlik millatchi Sharqiy Turkiston tashkilotini qurdi degan siyosiy qalpoqlar kiydirilib 1972 yilgacha turmaga 13 yil qamalgan. Turmadan chiqqandan keyinmi Aksil inqilobchi degan qalpoq bilan 7 yil nazarband ostida yashagan. Hoji Mirzahid Kerimi radiomizning ziyoratini qabul qilganda Sanduq ichidagi buvoq nomli she'rining ayni vaqtda o'zining va boshqa do'stlarining turmaga qamalishiga sabab bo'lganligi to'g'risida to'xtalgan edi. Şu sandıkçık bak asasen şu sebepçi oldu. Şimdi yerini okuyan adamların hepsini Mirzahid'in teşkilatını bağıracak çok harlıgan. Hoji Mirzahid Kerimi Misranim to'ri bilan elib borgan suhbatda sanduq ichidagi buvoq nomli she'r haqida to'xtalib mundaq degan. Shu chog'dagi ko'z yumg'ili bo'lmaydigan ijtimoiy reallikni arx ko'rinish qilgan bir she'rim o'ylamagan yerdan jamiyatni zilzilga keltiribdi. Xuddi sanduq silib qo'yilgan buvoqdek menmi turmaga qamaldim. O'ngchi yerlik millatchilarga qarshi kurash avjiga chiqqan, tanqid ham yerda qanot yaygan mazgil bo'lg'achqa, menmi Solchil Lushanning zarbasiga ana shundoq uchrab ketdim. Mening go'zal yoshligim qorong'u turmalarda, tarim bo'yidagi qumliq cho'llarda, to'g'roq yulg'unlarga hamroh bo'lib o'tdi. Hoji Mirzahid Kerimidan ashu sanduq ichidagi buvoq nomli she'rni yozganligiga pushaymon qilmaganlik so'ralganda ko'ngil so'zlarini mundaq izhor qilgan. Bu she'r yozilgan kuni Urumchida sim-sim yomg'ir yog'ayotdi. Go'yo
Маңа осман zemin bo'g'ib o'ldirilib sanduq silib qo'yilgan ashu bovoq uchun yig'lab atgandek to'lib ketgandi. Ko'z yoshlarim bilan yozilgan bu she'r guldir mama guldirlab, chaqmoq chiqilgandek o'qirmanlar qalbini zilzilaga keltirdi. Men she'rga ko'ygan, vatanni so'ygan bir o'quvchi edim. Men ashu sanduq ichidagi bovoq nomli she'rni yozganimdan zinhor afsuslanmayman. Balki so'yinaman. Bu she'r meni jamiyatga boshlab kirdi. Vatan millatning g'amguzori taqdirdishi qildi. Menga buningdan ortiq yana qandoq mukofot bo'lsin? Misranim to'rining riyosatchisi Hoji Mirzoid Kerimidin davrimizdagi ziyolilar o'z xalqi uchun qanday xizmat qilish kerak? Hozirgi zamon ziyolilaridan kutadigan umidingiz nima? deb so'raganda, uning javobi bunday bo'lgan. Avval ehtiyot siziqdan halqib o'tib, qo'rqinchoqlik illatidan uzil-kesil qutulish kerak. Mashina traktordanmi o'rkimas bo'lib qolgan ot eshakdak beg'am emas, har qanday qismatni ko'rishga ko'pchilik bilan birga tayyor tura oladigan ongni yetildirish kerak. Vatan millat uchun bejonidil xizmat qilish lozimki, kun o'tkazish, jon beqish qo'yda bo'lmaslik kerak. Hozirgi ziyolilardan kutadigan umidim shuki, dunyoga yuzlanishdan avval o'zinglarga yuzlaninglar. To'g'ramchilik, tamoxo'rlik qilmanglar. Kuchinglarni xar qilib, bagdak yashanglar. Zinhor it mushk mijoz bo'lmanglar. Chayon tabiatlik bo'lib qilishdan hazar aylanglar. Japoni ot qilib mingan azimat orzu manziliga yetib bora oladi. Qalimi bilan erk chillagan qaysar, o't yurak shoirdan xalqiga go'zal tilaklar qoldi. Hammalarining umriga barakat, xizmatlariga muvaffaqiyat, hayotlari xotirjamlik tilayman.